Assalomu alaykum. Saharlikdan keyin video qilaman. Golning qamalishi ko'pchilik uchun kutilmagan zarba bo'ldi. Ayniqsa Rahmonali aka bu holatdan chuqur qayg'uga tushgani aniq sezildi. U hech qanday ortiqcha so'zsiz sukut orqali o'z dardini ifoda etdi. Golt esa qiyin vaziyatda ham farzandlarini unutmagan holda ularni to'g'ri yo'lga chaqirdi. Mana qara, men yo'q qolsam, o'ylaringga qara, shunaymi o'yga? Ikkalaringga, opangga, singlingga qara, shunaymi? Buni nafaqat sportchi, balki ota sifatida ham mas'uliyatli ekanligini ko'rsatadi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzcardga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Assalomu alaykum. Saharlikdan keyin video qilaman. Yo bo'laman yo bo'lmayman. Videoni qo'yguncha adminimga tashlab ketaman. Qamal qolishim mumkin. Lekin ichkariga ham inshaalloh sizlarni izlab turaman. O'yibona. Sizlar meni unutmaysizlar degan umiddaman. Inshaalloh duo qilinglar. Alloh aytgan bo'ladi. Mana başta 5 yildan keyin chiqib inshaalloh Alloh bu yerda harakat qildik. Yana ham chiqib harakat qilamiz, to'xtamaymiz. Kimdir bilan to'xtatishga harakat qilish mumkin. Biz to'xtamaymiz inshaalloh. O'sha gap qachon to'xtaymiz? Bu yerga to'xtaymiz. Arqamiz O'zbekiston turibdi. Avvalo Alloh nazaridan qochmaydi. Men harakat qilsam ham Alloh nazaridan qochmaydi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Meni unutmasinglarni ichimdan yuragimdan sezaman. Yuragimdan bilaman. Meni profilimni zeriktirmaydilar degan umiddaman. Qarab turasiz degan umiddaman. Chunki bu paytda zonaga bo'lishi mumkin. Video qo'yib qo'yadi. Sizlarni yaxshi ko'raman. Meni ko'rib turganingiz siz mujik hali uchasham xudo xolasa. 1 yilda, 1,5 yilda siz bilan hali uchashamiz. Videomiz nima bo'lishidan qat'iy nazar adminim qo'yadi. Aytuvdimki, 3 marta hayotimga qattiq sinovga chiqdim. Saboqalayu, Moldidiyo, Instagram, pulu qiziqmasda odam farzandlar yo'qmasın. Nima bo'lishidan qat'iy nazar sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni patishga qilib keldik. 5 yil yotib inshaalloh keyin joyda bo'lib. Yana 2 yildan keyin chiqib sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarni har doim patishgalarni sezib turaman. Sizlarni o'zlaringiz harakat qilinglar. Farzandlaringiz inshaalloh Alloh rizqini beradi. Oilamni hammasini Alloh o'zi. Yerda gapirib qo'ying. Mo'chchi qolmagan bo'lsa, so'zlayman. Inshaalloh hayot sinovlari, hayotda musobaqalarga ham O'zbekistonga kelganman. O'zbekiston mamlakat sinovlarida Alloh sinovlarga o'tamiz. Inshaalloh qadr yo'lsiga inshaalloh sizlar hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlarni har doim yuragimdan to'kishga bo'lsin. Aytuvdimki, chuqur hayotimga qattiq sinovga Mana qara, men yo'q qolsam, o'ylaringga qara, shunaymi o'yga? Ikkalaringga, opangga, singlingga qara, shunaymi? Shuninga meni yo'qim bildirma o'yga. Shunday mana Muhammadga yaxshi. Muhammadga o'zing o'rgat. Shunday Muhammad? Men aka-uka sizlar o'g'ilsizlar.
Maylimi? Uyga erkak bildirib tur. Tushundingmi? Tushundingmi? Tushundingmi Muhammad? Ikkita qanotim sirasilar. Mani yo'g'imni bildirmaydi. Tushundingmi? Endi shunaqa otang shunday qo'yib, shunday bo'lgan. Sizlar unaqa bo'lmaydi. Maylimi? Sizlarni yaxshi ko'raman, maylimi, bolalarim? Mayli, otangga, singlimga qara. Tushundingmi? Tushundingmi Muhammad? Men sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Gold, ya'ni Shahzod Uzoqovning so'zidan chiqdik. Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan kiritilgan protest kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlandi va Shahzod Uzoqovga 3 yil 6 oy muddatga qamoq, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish jazosi berildi. O'rtoqlar, ushbu holatda 4 nafar advokatlar tomonidan berilgan fikrlar, kiritilgan vajlar to'liq inobatga olinmadi. Aksincha faqatgina prokuratura tomonidan kiritilgan protestda kiritilgan fikrlar inobatga olindi va adolatsiz qaror qabul qilindi deb o'ylaymiz. Kurashda davom etamiz. O'zi bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Jinoyat bo'yicha jazo qo'llashdan maqsad faqatgina shaxsga qamoq yuborish yoki qanaqadir og'irroq jazo berish emas. Bu bo'yicha qoidalarimizda ham ko'rsatib o'tilgan. Shaxsni axloqan tuzatish mumkin bo'ladigan bo'lsa, unga yengilroq jazolar berish ham mumkin, ko'rsatib qo'yilgan bu narsalar. O'shaning uchun bitta narsa esimga keladi. O'sha gap, ya'ni adolat faqatgina ayollarning ismi ekanligi yana bir guvohi bo'ldik desak bo'ladi. O'rtoqlar, biz kurashda davom etamiz, kuzatib boringlar.